Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimizning mehmonlari. Do'stlar, bugungi videomizni iltimos o'tkazib yormaysizlar degan umiddaman. Bir akamiz musofirchilikka kelib, balandlikdan tushib ketib, xullas juda qiyin ahvolda ekan. Juda qattiq iltimos qilishyapti akamiz. 4 kun 5 kundan beri bugun ertaga deb shu video ham bir haftadan beri cho'zilyapti. Hozir YouTube'ni statistikasi tushib ketganda, oldindagiday prosmotr yo'q, oldindagiday nima deyman, aktiv yo'q, oldindagiday. O'shaning uchun maksimal darajaga shu videoni tarqatib yuboringizlar. Ehson qilaman, haqiqiy joyga borsin degan akalarimizga yetib borsin. Ekranda o'zlarini, o'sha kasal akamizni o'zlarini telefonini qo'yamiz. Primoy telefon qilib, balkim o'sha akamiz yashaydigan shaharda bo'lishingiz mumkin. Borib hol ahvol so'rashingiz mumkin. Shunchaki Alloh yo'lida. Hech qanaqa bu yerda men uchun yo birov uchun emas. Shu Alloh yo'lida albatta shu akamizga yordam bersalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, videoni kuzatinglar. Assalomu alaykum, musofirda ishlayotganlar, akalar, opalar, singillar. Ismim Ergishali. Shu Rossiyaga ishlagani kelib, 2022-yil tepadan tushib ketib, shu bo'ynimni sindirib oldim. Hozir shu bo'ynimda suyak olib tashlab, temir ham qo'yib qo'ygan. Shundan beri hali oyoqlarim ishlamaydi. Shu yerda lecheniya olib yuribman, shu Krasnodardan, shu reabilitatsiyaga boryapman. Shu bir murojaat bilan chiqyapman sizlarga, shu iloj bo'lsa shu mablag' tomonidan juda ham qiynaldim. Qo'lingizdan kelsa bir yordam qilinglar, iltimos sizlardan. Hozirgacha shu mashyarda shu lecheniya olib shu yerda davolanayapman. Hozirgacha mana shu одноразовый kateter ishlataman, shunaqa o'tkazib qo'yishgan, hozir kateterni olib tashlagan, одноразовый o'tkazib qo'ygan. Shu uyda ham to'xtamay shug'ullanaman, mana shu narsalarda, mana ularda rezinalar bilan. Xonada nimalarim bor, emitronda, to'plarda shug'ullanaman, she'rlarda. Qo'ldan kelgancha mashinada uyda shug'ullanib yuribman. Agar kimlar qo'lidan kelsa bir mablag' tomonidan bir yordam qilinglar, qo'ldan kelmaganlar iloji bo'lsa bir duo qilib qo'yinglar. Xudo iltimos, shunday bir murojaat bilan chiqyapman sizlarga. Oldindan hammanglarga katta rahmat. Если что-то не то, там строку есть. Не, все тут. Ты помогал? Нет, делать ничего. Руки сейчас ставим. Ага. И тазом сейчас поработаем. Таз на меня размыкаем и затягиваем. И когда вот затянули, еще плечами на меня. Да, каждый раз двигаемся. Выгибаемся вверху плечами. Отлично. Вот. Есть повторение. Выгибаемся. Вот. Каждый раз вот так надо.